Tayyormisiz, domlajon? Tayyormisiz? Nikkoning, ha? Nikkoning, ha? Nikkoning, ha? Suv. Ha, xo'p, yaxshi. Bo'lmasa suvning xususiyatlarini aytib bering. Endi gazning o'rniga suvni yoqsanglar bo'ladi azizlar. Suvning xususiyatlarini suv qilib ichib yoribsiz-ku. Xo'p, aytingchi, bu suv necha gradusda parchalanadi? Toshkentlik Abdug'offor aka suvni yoqib beradigan garelka ixtiro qilgan. Farg'onalik ustakamiz tomonidan suvni yondirib beradigan garelka ixtiro qilingan. Suv lupa gradusda parchalanadi. Masalan, Suv vodorod, ya'ni 700 gradusdan keyin suv 700 gradus ko'tarilgandan keyin vodorod kislorodga parchalanish jarayoni boshlanadi. suvni yondiryapti. Suvda juda xususiyat ko'p, domlajon. Hayron qolasiz, suvda yuradigan mashinasi bor ekan-ku Toyota'ning. Keyin kelajakda men aniq aytaman, mana shu suvda, ya'ni shunda yuradigan mashinalar ommalashadi. Xo'p, bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Bu suvda elektron bormi? Ha, bor. Assalomu alaykum. Suv yonmaydi. Suv yonmaydi. O'zbek xalqini ajdodlaridan buyuk allomalar, yuqori intellektga ega bo'lgan olimlar yetishib chiqqan va xalqimga hozirda mana shuni suvni yonadi deb yurgan saviyasiz gaplar yarashmaydi. Vodorod havo bilan reaksiyaga kirishganda kislorod bilan yonadi. Ya'ni issiqlik, mexanik yoki elektr energiyasi ajralib chiqadi. Bu haqida batafsil keyingi videolarda aytib o'taman. Va shu energiya ajralib chiqishi bilan birga suv hosil bo'ladi. Suvni qaytadan yoqib bo'lmaydi. Bu vodorodning yonganidan qolgan mahsulot hisoblanadi. Bundan vodorodni yana qaytarib olish uchun eng kamida mana shu miqdordagi energiyani qayta berish kerak bo'ladi. Termodinamikaning birinchi qonuni: energiya yo'qdan bor bo'lmaydi, bordan hech qayerga yo'qolib qolmaydi. Agar sizga vodorod texnologiyalari Yaponiyada ishlab chiqarilgan shu Toyota Mirai avtomobili bormi yoki o'sha otam zamonidan qolib ketgan vodorodda harakatlanadigan Moskvich nima uchun ommalashmaganligi haqida, yo bo'lmasa mana shu akalarning qurilmalari aslida qanday ishlashi haqida batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa, kommentlarga yozing. Men albatta keyingi videolarimda bu haqida ma'lumotlar tayyorlayman. Agar sizga vodorod texnologiyalari qiziq bo'lmasa, hech bo'lmaganda shu videoni bo'ladi-ku, ana o'zinglarni botanik, xayolparast, wunderkind yaqinlaringlar, do'stlaringlar shularga yuborib qo'yinglar. Bu bilan siz media maydondagi hayb uchun aytilgan yolg'on ma'lumotlarga qarshi kurashishga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Ko'zimga juda ham issiq ko'rinyapsiz. Sizlar bilan Sulton o'g'li Sanjar bo'ldi. Doimo ilm talabida bo'ling. Amakim o'g'illari ham so'rab qo'ygin degandilar. Assalomu alaykum.